Qirg'izistonda safarimiz davom etyapti. Sizlarga istoriya ulasha olmayapmiz. Sababi antenna chiqmayapti bu yerda. Matizlarda bizda NX Best deb ajratsa, bu yerda Matiz 1, 2 deyilar ekan. 1, 2 va 3 ham deyilar ekan. Matiz 3 shu bo'lar ekan. Tashqari kuzovlarga e'tibor bermaysizlar, kecha qor yoqqan. Loy chang-chung bo'lib ketibdi. Sizlarga obzorga berishlikka qaror qildim shu mashinani. Salonlarga kelsak, salonlarda necha mehr berilgan ekan. Friborimiz o'rtada bo'lar ekan. Deflektorlarda merslardan qo'yib qo'yilgan ekan. Signallarga alohida e'tibor berib ko'rasizlar. Eng qizig'i abogrif bor ekan. Matiz deb o'ylayapsizlar. Matiz avtomat. Bizda avtomatlar kamdan kam uchraydi. Eng signal orqaga burganda ham orqada ancha keng joy qolar ekan. Bitta qiynagan savol, mana uni akalar, shu nimaligini hech topolmadim. Sparklarda bo'lardi, u bitta bo'lar, bunda ikkita ekan. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.